Do'stlar, ko'ryapsizlarmi mana zamburug'ni? Endi bir 15 kun oldin chiqishni boshlagandi rost hozir. Qanday ko'rinishda bilmayman. Lekin mana tagidan ko'rishingiz mumkin. Mana svejiy. Menimcha ustini yulib ko'ramiz proverkadan oldin. Mana anson yulinyapti, demak yeyishga yaroqli, hali qotishga ulgurmagan, hali eskirmagan. Bu tangali zamburug'. Endi cheshuchdi. Mana bu narsalarni ko'ryapsizlarmi? Endi ruschasiga cheshuchdi. Тротовик cheshuchdi. Tak nazывается. Mana bu narsalar uchun shunaqa nomlanadi. Mana ustidagi narsalarni ko'rishingiz mumkin. Mana tagi ko'rinishi. Bu urug'lanadigan, spora chiqadigan mana teshichalari. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi olamiz. Bemalol yesa bo'ladi, yeyishga yaroqli. Shu pishirishdan oldin bir qaynatib olganlaringiz yaxshi suvga. Istasangiz mana ustidagi terisini mana bunday shilsa bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Ana shunday shilib olsangizlar, oppoqqina bir zamburug' bo'ladi. Buni ham hidga ko'rsangiz bir xom bodring hidiga yoki yong'oq hidiga o'xshatishingiz mumkin. Juda ham shirin zamburug'. Hozir bor yana mana bu yerdagini ham olamiz mana. Kattarmagan, bundan keyin kattarmaydi ham, mana ko'rishingiz mumkin. Mana kichkinasi.